Hurmatli o'quvchilar, biz siz bilan gap mavzusini o'tyapmiz, to'g'rimi? Gap nimalardan tuziladi? Qo'l ko'tarib javob berasiz. So'zlar nimalardan tuzilardi? Harflardan. Harflardan nima tuzilardi? Mana bu yerda har xil rasmlar bor. Mana shu rasmlarni ikkitasini birlashtirib so'z birikmasi hosil qilishingiz kerak. Yangi alıyor. Tuzgan so'zingizdan gap hosil qilib berasiz. A'zolardan biri ko'zdan hisoblanadi. Barakalla. Qani, Mustafa. Nima so'z hosil qilding? 8 oyoq. Bitta gap tuzib berasan. Oyoq suvda Suzadi, barakalla. Barakalla. Men oyimga altirgim sovg'a. Umidjon. Barakalla. 3 ko'prikdan men o'tdim. Xo'p. Ishirasiz. Kim birinchi yoradi? Olatda so'zni nechta harf fonetik tahlil qilib berasiz. Nechta harf, nechta tush, nechta bo'g'in, ochiq bo'g'inmi, yopiq bo'g'inmi aytib berasiz. Soyabon. Bo'g'inga. Soyabon. Uch bo'g'in. 3 bo'g'inli so'z. Ochiq bo'g'inmi, yopiq bo'g'in? Barakalla. Dasta. Uch bo'g'in. 3 bo'g'in. Nima uchun 3 bo'g'in, Amirshoh? Chunki Uchta ulli bor. barakalla, chunki 3 ta ulli harf bor. Ochiq bo'g'in. Barakalla. Amirshohga qarshi chaling. Kitob. Kitob bo'g'inga bo'l. Kitob. Ikki bo'g'inli so'z. Xo'p, kitob so'zi ochiq bo'g'inmi, yopiq? Yopiq. Yopiq bo'g'in B bilan tugagani. Yaxshi, o'tiramiz. Kutubxona. 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 Nechi bo'g'inli ekan? Ko'l, yashil, pushti, ko'k. Ko'k rang ko'ryapsiz. Qanaqa shakl bu? Uchburchak. Mayda uchburchaklar, to'g'rimi? Endi qarang, vazifani eshiting. Bu yerda kasblarning nomi bor, mevalarning nomi bor, narsalarning qandayligi haqida sifati bor. Qanday so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar bor. Hozir 4 o'quvchi chiqadi, hamma o'zinikini topib oladi. Aziz bolajonlar, gap haqida tushunchaga ega bo'ldingiz, to'g'rimi? Bugungi darsimizda faol qatnashganingiz uchun hammangizga rahmat. Faol qatnashgan o'quvchilarga rag'bat kartochkalar bilan rag'batlantiramiz. Mustafoga barakalla. Komiljon, молодец. Kamronbekka молодец. Hammamiz darslarda faol qatnashaylik.